Ayting. Daraxtlarning tagini chopish kerak. Shunga birikish kerak. Bo'ldi, men o'zim qilaman akajon. O'tersan ayting. Bir kishi deyapti. Ajaba qila olmaydi. Men minaman aka o'zi. Ya bismillah. Malades, qo'llaring dard ko'rmasin. Qo'llaring och qolmadimi? Yasha. O'sha qiz, nima o'tiribsan? Turish qo'y. Aka, qaysi daraxt tagini aniqlang? Uni keyin qilasan. Ana eshikni ko'ryapsan, o'shani ko'tar. Bor. Mayli. Tur, bekor o'tirma. Xo'p. Qoch. Dadasi bola yig'layapti. Men ovqat qilyapman. Kimdir qarasin? O'sha qizni qaraydi. O'sha qizni. Aka. Tur bolaga qara. Men nimaga qarayman? Bor bolaga qara. Sutbam, nima tushunma. Qo'y bolam o'shani ko'tarma. Qo'y uni beling og'riydi o'g'lim. Qo'y. Boringlar sizlarning qo'llaring och qolgan. Boringlar ovqat yeb olinglar. So'ta qo'zi yo'qki. Ko'tarma uni. Ammo ovqat yemaymanmi? Keyin esa buni ko'tar oldik. Boringlar sizlar ovqat yeb olinglar. Men ularni o'tirishini qara. Jonga tegdi. Nimaga xo'jayin faqat meni ishlatyapti, senlarga indamayapti? Meni nima aybim bor? Ishla.uz degan platforma bor. Nima qilishim kerak? Siz aybingiz Ishla.uz orqali kelmaganingizda. Yozing Instagramga, Telegramdan ham chiqadi. Ham ish top berishadi, ham ish beruvchi bilan aloqa ham o'rnatib qo'yishadi. Kunlik ish xohlaysizmi, oylikmi, shu kanalda kuzatsangiz bo'ldi. Hammasini ko'rib turasiz. Kuniga 50 tadan 100 tagacha ish chiqyapti. Maza qilib ishlaysiz aka. Pulini vaqtida beradimi? Aka, tekshirilgan yaxshi ishlarni tashib berishadi. Yo'q. Tadbirkorlar uchun ham zo'r kanal bu aka. Ish kerak bo'lsa shu kanalga e'lon beradi bo'ldi. Nomi nima edi bu kanalni? Ishla.uz. Ishla.uz. Mana deysiz. So'ta qo'zi, yo'qki, chaqaloqqa nima berding? Bariqali. Malades, qo'llaring dard ko'rmasin. Qo'llaring och qolmadimi? Yasha. So'ta qiz, nima o'tiribsan? Turish qo'y. Aka, qaysi daraxt tagini aniqlang? Uni keyin qilasan. Ana eshikni ko'ryapsan, o'shani ko'tar. Bor. Mayli. Tur, bekor o'tirma. Xo'p. Qoch. Dadasi bola yig'layapti. Men ovqat qilyapman. Kimdir qarasin? O'sha qizni qaraydi. O'sha qizni. Aka. Tur bolaga qara. Men nimaga qarayman? Bor bolaga qara. Sutbam, nima tushunma. Qo'y bolam o'shani ko'tarma. Qo'y uni beling og'riydi o'g'lim. Qo'y. Boringlar sizlarning qo'llaring och qolgan. Boringlar ovqat yeb olinglar. So'ta qo'zi yo'qki. Ko'tarma uni. Ammo ovqat yemaymanmi? Keyin esa buni ko'tar oldik. Boringlar sizlar ovqat yeb olinglar. Men ularni o'tirishini qara. Jonga tegdi. Nimaga xo'jayin faqat meni ishlatyapti, senlarga indamayapti? Meni nima aybim bor? Ishla.uz degan platforma bor. Nima qilishim kerak? Siz aybingiz Ishla.uz orqali kelmaganingizda. Yozing Instagramga, Telegramdan ham chiqadi. Ham ish top berishadi, ham ish beruvchi bilan aloqa ham o'rnatib qo'yishadi. Kunlik ish xohlaysizmi, oylikmi, shu kanalda kuzatsangiz bo'ldi. Hammasini ko'rib turasiz. Kuniga 50 tadan 100 tagacha ish chiqyapti. Maza qilib ishlaysiz aka. Pulini vaqtida beradimi? Aka, tekshirilgan yaxshi ishlarni tashib berishadi. Yo'q. Tadbirkorlar uchun ham zo'r kanal bu aka. Ish kerak bo'lsa shu kanalga e'lon beradi bo'ldi. Nomi nima edi bu kanalni? Ishla.uz. Ishla.uz. Mana deysiz. So'ta qo'zi, yo'qki, chaqaloqqa nima berding? Bariqali. Ishla.uz deding-a?